Assalomu alaykum azizlar, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan yana men. Yana internetda yaxshi bir hikoya o'qib qoldim. Endi nega bu faqat bizga internetdan hikoya o'qib beryapti deb o'ylashinglar mumkin. Ko'rganlarim, eshitganlarim ham bor. Ularni ham xudo xolasa men sekin-sekin sizlarga havola etaman. Internetda o'qib berishimiz sababi tayyor hikoya. Buni ham bir yozuvchi, dramaturg, ijodkor inson ijod qilib yozgan chiroyli qilib. Real voqealarga asoslangan hikoya bu ham. Ya'ni ko'pchilik kitob o'qigisi keladi, lekin imkoniyati yo'q. Vaqti yo'q yoki kimdir ozgina kitob o'qisa uyqusi kelib qoladi. Yana kimdir ish bilan band, kimdir uy bekasi, uy ishlari, kimdir bir qandaydir ofisda, yana kimdir mashinada, xullas ish bilan band bo'lib turgan paytda ham bemalol mana shu YouTube'ga kirib, mana shu hikoyalarni eshitib, audio kitoblarni eshitib, nimadir olishi osonroq. Shuning uchun men ko'proq eshitganlarim yoki kimdir hayotini gapirib bersa, o'shalarni sizlar bilan o'rganyapman va harakat qilyapman. Qo'ldan kelgancha internetda, kitoblarda o'qigan hikoyalarim menga yoqsa, sizlarga ham o'rganyapman va sizlarga ham o'qib havola qilyapman. Hozirgi o'qib beradigan hikoyam juda ham ta'sirli, juda ham go'zal darajada yozibdilar. Ya'ni dramaturg, yozuvchi G'ayratbek Yo'ldoshev tayyorlabdilar buni. Minnatdorchiligimni bildiraman bu insonga. Qarg'ishim o'zimga qaytib keldi deb boshlangan hikoya. Demak, qahramonni tilida yozilgan, shuni o'qib beraman. Shu kungacha qariyb 60 yil yashab qo'ydim. O'tgan yillar mobaynida hayotning juda achchiq sinovlariga duch keldim. Bunga ko'zim ochligi va biroz ichim qora bo'lgani sabab bo'lgan deb bilaman. Oilada 4 o'g'il va 4 qiz bo'lganmiz. Men 3-o'g'il edim. Ota-onam farzandlar ulg'aygandan so'ng navbati bilan o'g'illarni uylantirib, qizlarni uzata boshlashdi. 1980-yillarni boshlari edi. Maktabni bitirganimdan so'ng armiyaga borib keldim. Harbiy xizmatdan qaytgach, ota-onamga yordam berib, kolxozda ishlay boshladim. Yoshim 22 ga yetganida meni ham uylantirishdi. Xotinim qo'shni mahalladan edi. Ularning oilasini avvaldan tanirdim. Qaynotamning o'g'li yo'q, 5 nafar qizi bor edi. Xotinim 3-qiz edi. Men oila qurganimdan so'ng 3 yil o'tib kenja ukamni uylantirish tadorigi boshlandi. Oiladagilar qiz qidira boshlashdi. Biroq to'ygacha men alohida bo'lib chiqib ketishim kerak edi. Bu paytda 2 o'g'illi bo'lgandim. O'sha paytda otam o'zi egallab qo'ygan yerda 2 akamga uy qurib bergan. Menga joy yo'q edi. Ana shunday vaziyatda qaynotam jonimizga oro kirdi. U hovlisi yonida 60-70 sotiq yerga ham egalik qilardi. Bahorda o'sha joydan menga 20 sotiq yer berdi. Qaynotam bergan yerda hosilga kirgan anorzor bor edi. Bu bog'dan olinadigan hosil ham sizlarga harna yordam bo'ladi, dedi u. Ko'p o'tmay imoratni boshlab yubordik. U paytlarda usta, mardikor ishlatmasdik. Aka-ukalar, oshna-og'aynilar, mahalladagilar hashar qilishardi. Yoz oxirigacha uyni tiklab oldik. Kuzda hosildan tushgan pulga uni chordog'ini ham bitkazdik. Va qish boshlangach ko'chib o'tdik. Yosh oila, yangi ro'zg'or edik. Ba'zida hatto ro'zg'orga bu narsa olib kelishga pulim yo'q paytlar ham bo'lardi. Shunday vaziyatlarda qaynotam bozor o'char qilib biznikiga tashlab ketardi. Keyin ham uni bizga ko'p yordami tegdi. Men uyda bo'lmagan paytlarda hatto tomorqadagi yumushlar, anorzorga qarash kabi ishlarni ham bajarib berardi. Biroq men uni bu yaxshiliklarini bilmadim. Aksincha,
ko'nglimga shu niyatlar oralay boshladi. Qaynotamga qo'shni bo'lar ekanman. Qachonlardir undan qoladigan uy-joy va yerga ega bo'laman deb o'ylay boshladim. Biroq ko'p o'tmay qaynotam eng katta qaynisinglimni o'g'illaridan birini o'ziga o'g'il qilib oldi. Shundan so'ng meni ichimga g'ulg'ula tushdi. Shuncha yer, hovli joy nega meni o'g'illarimga emas, bojamni o'g'liga qolishini o'ylab, kechalari uyqum qochib ketardi. Lekin bilardim, qaynotam nabirasini qonuniy tarzda asrab olmagandi. Menga shu sal taskin berardi. Shoshmay tur. Chol va kampir bir kun o'ladi. Seni o'sha kuni ota-onangni oldiga quvib yuboraman deb o'ylardim. O'shanda o'zimni shu niyatlarim haqida hech kimga, hatto xotinimga ham hech narsa demagandim. Shu mavzudan gap ochilsa o'zimni e'tiborsiz deb tutardim. Shu tariqa yillar o'tib boraverdi. Men yana bir o'g'il ko'rdim va ularning soni 3 nafarga yetdi. Katta o'g'illarim maktabga chiqishdi. Merosxo'r, ya'ni qaynotam asrab olgan bolani shunday atardim. Merosxo'r maktabni bitirishi arafasida qaynotam, 1 yildan so'ng qaynonam dunyodan o'tishdi. Ulardan 20 sotix hovli, uy-joy va yana meni uyimga tutash bo'lgan 40-50 sotix yer qoldi. Men payt poylab hamlaga tayyorlana boshladim va kunlarning birida merosxo'rni oldiga bordim. Unga hovliga tutash yerni 3dan 2 qismini menga berishini aytdim. U mendan bunday hujumni kutmagan ekan shekilli, gaplarimni eshitib hayron bo'ldi. Nega bir qismini yoki yarmini emas, 3dan 2 qismini deb so'radi. Shunda unga 3 ta o'g'lim borligini, ular ham xolavachchasi kabi bobosini yer mulkiga haqqi borligini, birini hovlida qoldirsam, ikkinchisiga qaynotamni yeridan uy-joy tiklab berishimni aytdim. U shunda, "Xo'p, mayli, maslahatlashib ko'raylik, bersam beraveraman" dedi va uyga kirib ketdi. Ish juda silliq bitayotganga xursand bo'ldim. Biroq erta quvongan ekanman. Ertasi kuni ertalab uyimga qaynisingillarim kirib kelishdi. Ularning vajohatini ko'riboq, merosxo'r onasiga va xolalariga yer so'raganim haqida gapirgan deb o'yladi va yanglishmagan ekanman. Qaynisingillarimni biri qo'yib, ikkinchisi meni otasidan qolgan yer mulkni bir parchasida ham haqqim yo'qligini, o'zi shundoq ham uni yerida o'tirganimni aytishdi. Oxirida yana yerga da'vo qilsam, sudga berishlarini aytib chiqib ketishdi. O'sha kundan boshlab ular bilan bordi keldi uzildi. Shundan so'ng merosxo'rni ko'chada tutib olib do'q urib qo'ydim. O'sha paytda bundan ortiq ish qo'limdan kelmasdi. Chunki qaynisingillarimdan biri o'tkirroq, aytganini qiladigan ayol bo'lib, meni qamatib yuborishi ham mumkin edi. Rejam amalga oshmagandan keyin halovatim butunlay yo'qoldi. Lekin sabr qilishdan boshqa ilojim yo'q edi. Yillar o'taverdi. Bu orada merosxo'rni uylantirishdi. So'ng onasi va xolalari bobosidan qolgan barcha yer mulklarni uni nomiga rasmiylashtirib berishdi. Buni eshitib unga dushmanchilik qilishda davom etdim. Hovlisiga chiqindi uloqtirardim, eshittirib so'kardim va qachon bo'lsa ham uni quvib yuborishni aytardim. Unga qolgan yer qaynotam menga bergan anorzor bog'ni davom edi. Anor tuplarini ostiga kislota quyib, ularni bir qismini quritdim. Shunda ham bojamning o'g'li miq etmasdi. O'sha paytda otam hali tirik. U ham meni qaytarish o'rniga battar tezlardi. Har gal tug'ilib o'sgan hovlimga, ota-onamni ko'rgani borsam, otam qaynotamdan qolgan yer haqida gap ochar, meni bo'shaklikda ayblardi. Men esa uyga qaytib xotinimni so'kardim. O'sha paytlarda bechora xotinim muzokara o'tkazish uchun opasini oldiga ko'p qatnadi. Maqsadimiz qaynisinglim bilan kelishib yerni bir qismini g'alvasiz olish edi. Biroq qaynisinglim umuman ko'nmadi va merosxo'r o'g'li tomon bo'ldi. U xotinimga, agar ering boshdanoq o'g'limga do'q urmasdan biz bilan maslahatlashganida o'sha yerni bir qismini berib yuborardik.
Endi esa bir qarichni ham ololmaysizlar debdi. Men batamom chorasiz qolganimdan so'ng gohida pinhona, goh bojamni o'g'li va uni xotiniga eshittirib, ilohim shu yigitga farzand berma, hovli joy va yer menga qolsin deb duo qilishga o'tdim. Biroq qilgan duolarim ijobat bo'lmagani mayli. Qarg'ish o'zimga qaytdi va boshimga balolar yog'ila boshladi. O'sha paytlarda 15 yoshga to'lgan to'ng'ich o'g'lim bedavo dardga chalinib vafot etdi. Oradan 2-3 yil o'tgach, qalbimda to'ng'ich o'g'limni dardi bosilmasidan ikkinchi o'g'lim ham 16 yoshida dardga chalinib vafot etdi. Ahvolim og'irlashib, ko'zimga hech narsa ko'rinmay qoldi. Yeb-icharimda halovat qolmadi. Men 3-chi o'g'limni yo'qotishdan juda qo'rqib qolgandim. Endi ko'zimga na yer, na boshqa narsa ko'rinmasdi. Bir paytlar bojamni o'g'lini badduo qilgan tillarim endi Xudodan o'zimni boshimdan balolarni aritishini, 3-chi o'g'limni sog' salomat asrashini so'rab duo qilardi. Duolarim ijobat bo'ldimi yoki taqdirim shunday bitilganmidi? 3-chi o'g'lim sog' salomat. Ulg'aygandan so'ng uni uylantirdim. Hozir nabiralarim bor. Bir paytlar 3 o'g'lim borligida ulardan biri hovlida qolsa, qolgan ikkisiga qayerdan yer topaman, uy joylarini qanday tiklab beraman deb tashvishlanardim. Shuning ortidan bojamni o'g'liga dushman bo'ldim. Qaynisingillarim bilan yuz ko'rmas bo'lib ketdim. Biroq o'shanda Xudo o'g'illarimni jonini ular ulg'aymasidan olib qo'yishini, keyin yer topish va uy joy qurishga hojat ham qolmasligini o'ylamagan ekanman. Ikkinchi o'g'lim vafot etganidan so'ng ko'zim yarq etib ochildi. Ko'z ochlik ortidan qanday tuban darajaga tushganimni anglab yetdim. Bojamni o'g'lidan, qaynisingillarimdan uzr so'radim. Ular kechirishdi va shu menga sal taskin beradi. Hozir ham gohida mahallamda bir qarich yer uchun janjallashib yurgan yoki yuz ko'rmas bo'lib ketgan aka-ukalar, opa-singillar haqida eshitib qolganimda attang deb qo'yaman. Nafsim va ko'zim ochligi tufayli boshimga tushgan sinovlar esimga tushadi. Biroq o'tgan umrni ham, o'g'illarimni ham endi ortga qaytarishni iloji yo'q. Bu hayotda bo'lgan voqea ekan, shuni hikoya qilib yozgan ekanlar. To'g'risi menga juda yomon ta'sir qildi, chunki bunaqa holatlarni men ko'zim bilan ham ko'rganman. Mahalla ko'ylarda. Keyin bir qaysidir yili esimda yo'q. Bu internet tarmoqlarida chiqib ketdi. Bir viloyatda aka-uka, ota-ona aka-ukaga yer bo'lib berganda, endi ko'zim ochiqligida shu yerni bo'lib ertaga bizdan keyin ota-onadan keyin bu aka-ukalar bir-biriga dushman bo'lib qolmasin, talashib qolmasin deb yer bo'lishganda, ota-onaning vafotidan keyin aka-ukalar yer talashib qolib, 1 metr yer talashganmi bilmayman, 2 metr yer talashganmi. O'sha yerda aka-uka ushib qolib, uka akasini ketmon bilan urib o'ldirib qo'ygan degan bir shunaqa nima tarqagandi. Ijtimoiy tarmoqlarda ancha yillar bo'lib ketdi bu narsaga. Men o'shanda hayron qoldim. Hammamiz ham boradigan joyimiz shu 2 metr joy, yer. Bu ham nasib qilganga. Endi bu haqda rosa ko'p gapirish mumkin. Endi tanasi boshqa, dard bilmas degan gaplar bor. Shuning uchun men hozir bir nima deb bularni muhokama qila olmayman, qilmoqchi emasman. Shunchaki sizlarga o'qib berdim. Ya'ni balkim oramizda shunaqangi insonlar bo'lsa yoki aka-ukangizga, opa-singilingizga nisbatan ko'nglingizda, qalbingizda bir qandaydir mana shunaqa yer talashish, uy talashish bo'lsa, balkim shu hikoya sizga ibrat bo'lar. Fikringizdan qaytarsiz. Hammamiz ham peshonamizga bersin. O'sha yer talashib 1 metr, 2 metr joy yoki uy talashgandan ko'ra Xudodan duo qilib so'raylik, peshonamizga bersin bundan zo'rlarini. Yashasa o'zimiz shu aka-uka, opa-singilimiz yashaydi-da, o'sha yerda, o'sha uyda. Vaholanki ulardan qolib ketadi. Atrofingizda,
qo'ni-qo'shnilarda, mahallada, qarindosh urug'da shunaqa voqealar bo'lganmi, eshitganmisiz, ko'rganmisiz? Izohlarga o'tib ketasizlar. Sog' bo'linglar.